Mana oxirgi paytlarda respublikamiz hayoti juda ham jadallashib, o'ziga xos bir tus olyapti. Mana kuni kecha davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Andijon shahrida bo'lib qaytdilar. Biz ham mana shu Andijon shahriga bordik. Andijon shahrini bugungi kundagi bo'layotgan o'zgarishlar, yangi qurilishlar, umuman qilinayotgan ishlar, Andijon viloyat hokimligi, shahar hokimligi tomonidan qilingan ishlarni ko'rib, o'z ko'zimiz bilan ko'rib qaytdik. Bilasizmi, Andijon tubdan o'zgargan, juda ham yaxshi tomonga. Bu bizani juda ham quvontirdi. Chunki Andijondagi xalqni o'zi respublikamizdagi eng haligi ko'p xalq, menimcha aholi soni ko'p bo'lgan viloyatlardan biri Andijon hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan iloji boricha viloyat hokimligi tomonidan, shahar hokimligi tomonidan mana shu insonlarni avvalambor bandligini ta'minlash, qolaversa ularni uy-joy, turar joy bilan ta'minlash masalasi va madaniy hordiq chiqarish uchun yaratilayotgan maskanlar hammasini borib ko'rdik. Bilasizmi, yaxshi taassurot qoldirdi. Shu bilan bir qatorda hozir yangi Andijonda katta bir bog' paydo qilinyapti. Bu bog' mana hurmatli prezidentimiz tomonidan Bobur bobomiz nomidagi bog'ga aylandi. Bu bog' ko'proq menimcha shu ijodkorlarning bog'iga aylansa kerak, chunki unda qilingan, hozirgi kungacha qilingan ishlarni ko'radigan bo'lsak, ko'proq shu ijodkorlarga mos. Chunki avvalambor ana shu bog'da juda ham ulkan, katta bir Bobur bobomizning haykallari bo'ladi. Biz mana shu joy maskanda chiroyli bir ko'rgazma qildik. Mana shu ko'rgazmamizga shaxsan hurmatli prezidentimiz o'zlari kelib tomosha qildilar, ko'rdilar. Biza bilan andijonlik ijodkor rassomlar bilan suhbat qurdilar. Bilasizmi, Andijonni avvalambor muammolari bilan tanishdilar ijodkorlarni. Qolaversa Andijondagi maktab, universitet va institutdagi mana shu tasviriy san'at yo'nalishidagi yosh iqtidorlarga yordam berish masalasida ko'p maslahatlar oldik. Undan tashqarisi asosiysi mana shu maskanga, ya'ni o'sha Bobur bobomizni bog'iga ulkan haykal qo'yish masalasini ko'tardilar. Ana shu haykalni ham O'zbekiston Badiiy akademiyasining rassomlar uyushmasi a'zolari tomonidan yaratiladi. Shuning uchun mana yaqin kunlarda nasib bo'lsa biz Bobur bobomizni chuqurroq o'rganish uchun, qolaversa uni hayoti, uni yurgan joylari, yashagan joylari va qabrlari hammasini borib shaxsan ko'rib, o'ziga xos bir his-tuyg'ularga ega bo'lish uchun, kelajakda mana shu qilinadigan asar bir ishonarli bo'lishi uchun albatta Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga borib kelishinglar kerak bir guruh ijodkorlar degan bir maslahatni berdilar. Biz hozir shunga tayyorgarlikni boshlab yubordik. Bu menimcha juda ham to'g'ri, chunki Bobur bobomizni mana prezidentimiz tomonlaridan aytganlaridek ko'proq biz o'sha miniatyuradagi ko'rinishlardan foydalanamiz-da, lekin Bobur bobomiz nafaqat davlat arbobi, ular bir paytning o'zida ham she'riyat sultoni bo'lganlar. Shuning uchun ikkita bir-biridan juda ham yiroq bir sifatni bir-biriga mujassam, bir insonda mujassamlantirish juda ham qiyin masala. Shuning uchun ham mana shu ijodiy safar menimcha juda ham to'g'ri rejalashtirildi. Nasib bo'lsa biz albatta mana shu davlatlarga borib, Bobur bobomiz izidan yurib, uni o'rganishga harakat qilamiz. Endi undan tashqari mana shu Andijon viloyatidagi ijodkorlar, qolaversa maktab, universitet, institutdagilarni qo'llab-quvvatlash uchun, ularni krugozorini kengaytirish, intellektual darajasini, doirasini kengaytirish maqsadida har yili Andijonda rassomlarning festivalini o'tkazishni aytdilar. Va qolaversa shaxsan o'zlari aytdilar, mana shu festival doirasida eng yaxshi rassomlarimizga mana avtomobil sovg'a qilamiz degan fikrlarni aytdilar. Bu biz uchun juda ham quvonarli, chunki biz
mana shu viloyatni endi Andijon Farg'ona vodiysidagi eng katta shahrimiz hisoblanadi. Shuning uchun mana shu shaharda bir respublika bo'yicha keyinchalik balki buni xalqaro darajaga aylantira olsak, katta bir festival o'tkaza olsak, men o'ylaymanki, mana shu yurtdagi ma'naviyatga, madaniyatga va san'atga bo'lgan jondoshish va uni ijrosi o'zgacha bir tusga kirgan bo'lardi. O'ylaymanki, mana shu yaxshi fikrlardan biz juda qanoatlandik. O'ylaymanki, mana shu ishlarni amalga oshirish bu bizlar uchun faxr. Biz birgalikda ishlab, mana shu prezidentimiz ko'rsatgan yo'llardagi ishlarni hammasini hayotga tatbiq qilishga harakat qilamiz.